2025-yilda respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish va huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish tizimi samaradorligini yanada oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risidagi Prezident qaroriga asosan mas'ul idora va muassasalar uchun har bir mahallada huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish ustuvor vazifa qilib belgilangan edi. Mazkur qaror ijrosini ta'minlash borasida viloyatimiz mahallalarida ham tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Urganch shahridagi Mustaqillik va Yangiariq tumanidagi Yangiobod mahallalar Ichki ishlar vazirligi akademiyasiga biriktirilgan bo'lib, muassasa rahbariyati tomonidan kriminogen vaziyati murakkab va og'ir bo'lgan ushbu mahallalarda jinoyatlar sodir etilishiga ta'sir qilayotgan omillar ilmiy asosda o'rganilmoqda. Shundan kelib chiqqan holda manzilli tashkiliy profilaktika tizimini yo'lga qo'yishga qaratilgan takliflar ishlab chiqildi. Bunda esa asosiy e'tibor aholi muammolarini yaqindan o'rganish, ishsizlikning oldini olish, mavjud kamchiliklarni joyida bartaraf etish, fuqarolar ogohlikka chorlash maqsadidagi targ'ibot, tashviqot ishlariga qaratilgan. Shu maqsadda mahalla aholisi bilan sayyor qabullar tashkil etilib, har bir murojaat asosida manzilli ishlar yo'lga qo'yildi. Mahallalar hududida namunaviy xavfsiz ko'cha va namunaviy xavfsiz uylar tashkil etilib, ushbu ko'cha va uylarni bildiruvchi stikerlar o'rnatildi. Ushbu ko'cha va uylar atrofi obodonlashtirilib, 40 dan ziyod jinoyat sodir etishga qulay bo'lgan ovloq joylar aniqlandi va barchasi xavfsiz joyga aylantirildi. Xususan, ko'cha va uylarda 30 dan ziyod video kuzatuv kameralari, 70 dan ziyod tungi yoritish chiroqlari o'rnatilib, qum va shag'al yo'llar asfalt qilinishiga erishildi. Shuningdek, 200 dan ziyod jismoniy va yuridik shaxslar mol-mulklari qo'riqlovga olinib, 20 dan ziyod soz tashvish tugmalari o'rnatilishiga erishildi. Shu bilan birgalikda ushbu yo'nalishlarda ishlarni samarali tashkil etish maqsadida Ichki ishlar vazirligi akademiyasi rahbariyati tashabbusi bilan mahalliy tiligi vakillarining kasbiy mahoratini oshirish borasida akademiya professor o'qituvchilari tomonidan amaliy mahorat darslari o'tkazildi. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, mahallada namunali xavfsiz ko'cha va namunali xavfsiz uylar tashkil etilib, jamoat joylari, shu jumladan aholi gavjum bo'lgan joylar, ko'chalar, ko'p qavatli uylarning kirish yo'laklarida nazorat tizimi joriy etish orqali xavfsiz muhit yaratildi. Mahallalarning kirish-chiqish joylariga esa yuzni tanib oluvchi, transport vositasi davlat raqamini aniqlovchi kameralar o'rnatilib, ushbu texnik vositalar ichki ishlar organlari axborot tizimlari bilan integratsiya qilindi. Mahallamiz kundan keyin obod bo'lib botir. Havayına yo'llar asfalt bo'ldi, kameralar qo'yildi. Oldinlari bu yo'llarda yurib bo'lmas, chang to'zon edi. Xalqimiz bundan minnatdor. Bu ishlar uchun prezidentimizga katta rahmat. Qalaversa Ichki ishlar vazirligining akademik rahbariyat xodimlari kelib yaqinda yordam berib, mahallamiz tinchgina obodonlashini saqlash uchun yordam berib turibdilar. Bu boradagi ishlar Urganch shahridagi Mustaqillik mahallasida ham izchillik bilan amalga oshirilmoqda. Mahalla hududi obodonlashtirilib, tungi yoritgichlar va kuzatuv kameralari o'rnatildi. Yil yakuniga qadar esa har ikkala mahallani jinoyat va huquqbuzarliklardan xoli hududga aylantirish orqali yashil toifadagi mahallalarga aylantirish maqsad qilingan.